Ovozini bedanalar ovozini qarang. Voy dahshat, Yoqubjon aka. Bu ayron bor aka. Men yoshligimni eslatyapman. Haqiqatdan yoshligida tam bor ekan deyapti. Qo'qonda bunaqa tinch joy, bunaqa bedanalar sayrab turadigan joy qolmadi, bashti. Hamma yoq buzilib, boshqa bo'lib, baland uylar bo'lib ketdi aka. Tinch, salqin, barhavo, bedanalar ovozini eshitib, maza qilib ayron ichib ketarkansiz. Yoqubjon aka, necha yildan beri shu ish bilan shug'ullanasiz? Bu yil 15-mavsum. 15 yil ichida ayron sohachidasiz. Ilgari ag'daqalaringiz yo'yilmadi. Yo'yilmadi, o'shancha yo'yilma ayron. Yo'yilma ayron, dardga darmon. Gap yo'q. Necha pul aka shu ayroningiz? Shu 10 ming so'm. 10 ming so'm. Baklashga deychi 1 litrli baklash. 1 litr 18 ming, 1,5 litrligi 25 ming, yarim litrli 10 ming. Dastlabkilarni qilib beraverasiz aka? Beraveramiz. Gap yo'q. Akalar haqiqatan mazasi gap bo'lishi mumkin emas. Mabodo ayron icholmayman deydiganlarga mana gazvodalarimiz ham bor ekan. Gazvoda ham bor. Gazvoda necha pul? Gazvoda 1 litri 8 ming, 1,5 litrli 10 ming. 1,5 litrligi 10 ming. Gap yo'q. Yana nimalar bor undan tashqari aka? Fast foodlar bor. Fast foodlar ham sizgami? Hammasi fast food ham bizniki. Asosan ayron ekan, albatta. Ayron. Akalar, shunaqa bir mazali ayron ichmoqchi bo'lsalar, Yoqubjon aka kelaverasizlar. Men nomerlarni qoldiraman. Instagramingiz ham bor? Instagram, yo'yilma ayron. Gap yo'q. Hamma Instagram hozir rivojlanib ketyapti. Akalar Instagramni atmetga qilib qo'yapman. O'tib obuna bo'lib, ayron kerak bo'lsa, dastlabga qildirib olaverasizlar. Hozir mana Vodiy to'yxonasini oldida ekan-a? Vodiy. Vodiyni oldida, ammo mazasi gap yo'q ekan aka. Quyuqligini qarang buni. Yoqimli ishtaha.